Ostam. Assalomu alaykum qadr bilan qadrdonlarim. Sizlar bilan bugun 3D panel to'g'risida gaplashamiz. 3D panellarni ofislarga, premium klassdagi high-tech uylarga siz xohlagan barcha joyga ishlatsa bo'ladi. 3D panelni barcha dekorativniy mahsulotlar sotadigan, aboy sotadigan, PVX panel sotadigan, dekor plus sotadigan tadbirkorlarga taklif qilamiz. PVX panelga qo'shib sotib yoki shunchaki o'zini sotib yaxshi daromad ko'rishingiz mumkin. 3D panellarimiz 10 xil assortimentda tayyor sklatimizda bor. Lekin sizlarga ular ma'qul kelmay, o'zingizlar bir boshqa gullarni zakaz qilamiz deydigan bo'lsanglar, sizlarda buning imkoniyati bor. Faqat bir sharti bor. Sharti bitta babiyni to'liq olishingiz kerak. Bu 20-25 pochka bo'ladi bitta gulda. Bir fikr kelib qoldi, qara toy, uyga remont qilib olmayku hozir. Aynan mana shu jigarinadan zalga foydalansak, skromniy bagati chiqarmikan? Men bilmadim, aka. Uyingiz jigarrang, to'q rang bo'lib qo'ysa kerak deb o'ylayapman. Men ochiq svet qilsangiz, manimcha uyingiz ochiladi, aka. Ya menimcha mehmonxonaga to'qroq, skromniyroq bo'lgani yaxshi. Keyin bunaqa qilamiz. Buni qadrdonlarga, obunachilarga qoldiramiz. Sizlar uchun zalga skromniyroq jigarrang rangdan foydalangan yaxshimi yoki ochiq rangdan foydalangan yaxshi? Kommentariyada o'z fikringizni qoldiringlar. Dekor klass, cheksiz imkoniyatlar.